电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第7季我军丝绸之路之声的第2环节对决。我是主持人玉米提瓦尔。Salam, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shundaqla qimmatli tomoshabinlar. Növbət o'zinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Shinjang Tilak mablag' silish boshqarish chekli shirkati birlikda uyushtirgan Shinjang Wojun Soda chekli shirkati tojdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Wojun Yipak yo'li sadosining 2-chi bosqichi bayga. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Aziz ko'rmanlarimiz, navbatda o'xshashlar bizning ustozlik o'rnida o'tirgan hammamizning qimmatli ustozlar bilan bir tanishib chiqqan bo'lsak. 2-qaror Yipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi, xushpuroq atirgulimiz Odila Sidiq ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang san'at yurti Muqam ansamblining atoqli naqshchisi, tonilgan aktyor Po'lat Tursun apandim qarshi olamiz ustoz. Xush keldingiz. Shinjang san'at yurti Muqam ansamblining yosh talantli naqshchisi, 2-qaror Yipak yo'li sadosi programmasining chempioni, 6-qaror Yipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi Komil Jalil ustoz. Xush keldingiz. Qarshi olamiz. 1-qaror Yipak yo'li sadosi programmasining rivoyat gruppasining chempioni, shundaqla olqishli kuychi Zohir Shoh Abdumilov ustoz. Qarshi olamiz. Xush keldingiz. Yosh talantli ijodiyatchi, alqışlıq kuychi, nurg'ulg'an ijodiyatlari bilan hammamizning dilini ram qilib kelayotgan yaxshi naqshchi, ijodiyatchi G'o'jimat Qurbon ustoz. Qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Wojun Soda chekli shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Shinjang Miros shirkati programmamizni alohida talab qildi. Shinjang Kamal Soda chekli shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Shinjang Boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish mas'uliyat chekli shirkati programmamizga alohida yordam berdi. Shinjang Ramlidor xalqaro soda chekli shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Xo'sh, aziz ko'rmanlar, navbatda men turayotgan bu yer bo'lsa, 7-qaror Wojun Yipak yo'li sadosi programmasining 2-chi bosqichi, ya'ni baygi maydoni. Navbatda baygimizga tushadigan bo'lsa, G'o'jimat Qurbon ustozning Kamal gruppasi. Xo'sh, oldi bilan Kamal gruppasining arzu yetakchisini bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Salam do'stlar, Kamal gruppamizdan hammalarga o'tliq salomlar bo'lsin. Bu qatimqi bizning Kamal gruppamizningki arzu yetakchisi bo'lsa, hammamizga tanishlik bo'lgan. Shundaqla bizningki davrdoshlarimiz orasida oldin qatorda ketib borgan musikat, naqsh, ijodiyatchi, shundaqla mening yaxshi hamkorlashuvchim Farhod G'ani. Qarshi olamiz. Xush keldingiz. Sizning bizga olib kelgan sovg'atlaringiz bor deymi? Tang bayarlayni. Qani, sakinsiz qoldi. Marhamat. Rayonimiz korxona sohasida oldingi qatorda turadigan Shinjang Wojun Soda chekli shirkati Wojun g'o'r tamlik gazliq ichimliki mahirlarga omad tilaydi. O bek piyaram tursan-ku tamaq Chiqyapti men tamoqni. mana emasmi doğrusu? Wojun'ninki ma o g'o'r tamlik gazliq suvi. Wojun'da. Ura mayli qashu. Ojo masune. Tempey ichgan qo'bidan. Mayli kebab yang, mayli xogo yang, mayli mayli qizo yang. Wojun g'o'r tamlik gazliq suvi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz Wojunni deb qolasiz. Wojun g'o'r tamlik gazliq suvi. Kızargandek kızı yüzlüğüm yarim, kızı yüzlüğüm yarim. Ot bilen yuğargandek şirin sözlüğüm yarim.
Ot bilen yuğalgan degen Şirin sözlüğüm yarim Anar güldek yarim Xina güldek yarim Xina güldek yarim Birin gül, birin gunçaya Tınlap üzgedek yarim Birin gül, birin gunçaya Tınlap üzgedek yarim Sen digen yarime Yani sen digen yarime Yani sen digen yarime Sen beni yandan ayrılsan Ölsen digen yarim Sen beni yandan ayrılsan Ölsen digen yarim Akşemi karanlığa Neden gelirsen yarim Neden gelirsen yarim Cahanda arzulap söysem Elemde koyesen yarim Cahanda arzulap söysem Elemde koyesen yarim Elemde koyesen yarim Rayonumuzda sarkardilik rol o'ynayotgan Miras shirkati mahirlarga omad tilaydi. Ya da sen Türk gitsen o zirke pırkı. Ye. Karasın zirkte de ben mirasından latyalarını Ya mama doyun veşi xoğu bu. Bu bek teyze kara çoğun küçük işki kal çıkıdı tetip baka şununla aksa. Ben miras latyanı biz nakşı yitip ziriksem iyi vatımız abi. Ma açık ya ma ya. Pişigönük ya. Bezik yaptım bu. Miras ochiqlari o'zgacha esiltam materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati ham sezgungizni o'taldirdi. Ham sezgungizni larziga soladigan lazzati cheksiz miras ochiqlari. Tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvatli yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras, qora kunjut, qizil purchaq va jag'day qo'noq umashlari. Rahmat sizga, nihoyat hozirlandik, ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa. Xo'sh, hoji ustoz, bugungi birinchi bo'lib beygimiz tushadigan o'quvchingiz kim bo'ldi? Bugungi birinchi bo'lib beyga tushirgan o'quvchilarimiz bo'lsa, Sevinur bilan Farida. Xo'sh, aziz ko'rmanlar, 7-qaror Hojun Ipak yo'li sadosi programmamizning 2-bosqichi beyga hozir yana davomlashdi. Marhamat. Farida bilan Sevinurga bu qitim biz Aydin kecha degan naqshimizni bilib berdik. Bu naqsha hammamizga ma'lum shu ijodiy naqsha, lekin uzoq bo'lib ketgan, xalq naqshiga aylanib ketgan naqsha. Mush jarayonda sen nimalarni his qilding? Mushki mayirimiz chiqishdan burun bejurak so'zlaring deb etmamsan? Grupimizda mushki mayrini biz uchun tanlash bir qiyin masala bo'lib qoldi. Qag'inni naq maydondagi ifodasiga qarata biz o'ylashimiz. Salam ekran oldidagi barliq ko'rmanlar yaxshimisizlar? Men 7-qira Ipak yo'li sadosi programmasidagi G'ojimat Qurbon ustoz gruppasining, ya'ni Kamal gruppasining mayiri Subinurdan hammanglarga o'tliq salom.
Men bolsam Kamal gruppusidagi G'ojumat Qurban ustozning o'quvchisi Farida. Birinchi aylanma qo'yilib bo'lgandan keyin mushu ustozlarninki, uydagilarninki, yaqin yo'riqlarimninki menga bo'lgan fikrlari, talab, taqdimlari ayt yaxshi bo'ldi. Ustozlarning o'rinlashtirishi bilan Aydin kecha nomli naqshini singlim Sobinur bilan o'rinlamoqchi. Yarim seni Yo'qolib ketdilar. Hicran için Feyze. Sensiz yıldız Pıldırlayan aydın Şu ah gece Köşte duman Bildi Feyze. Bu jarayonda ikki ustoz, ya'ni Farhadxani G'ojumat Qurban ustoz bizga az bo'lmagan ajrlarni singdirib, naqshimizni nihoyat yaxshi yetaklash apadi. Mush munosabatda ikki ustozga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Endi mush naqshni yaxshi o'rindab ketishga qattiq ishonchim bor. Farida adamga zo'r utuq omadlarni tilayman. Farida ada sizmi g'ayrat qiling, menmi g'ayrat qilay. Hozir sahnaga chiqmoqchi. Mush munosabat bilan singlim Subinurg'imi muvaffaqiyat tilayman. G'ayrat qilaylik, sahnada ko'rishaylik. Farida bilan Subinurniki yaxshi natijalarga erishishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Yaxshi natijalar sizlarga yor bo'lsin. Şu ah gece gökte tolan
Rahmat, Subinur, Farida, köpten köp rahmat. Unda qilsa yana o'xshashla ustozlarning bir tavsiyasini anglab boqamdiq. Oldi bilan Po'lat Tursun ustoz. Ras bek chiroyli aytdinglar, bu bir cho'ng bir asar bu. Bugungi hozirgi ijro qilish nimasidan men Subinurni tavsiya qilaman. Rahmat. Xo'sh, Komil Jalil ustoz. Aldıran şıkkanlar rahmet. Klasik eserlerimizni yana sahnede bir anlap nayet hoş olduk. Farida ile ikisini söyleyip tutsak, Subinur menimce kesbi terbiye algan. Şunda çıkıp durdu, lekin fark çoğun emas. Farida bolsa üze tırışıp bana müjinçilik yol kegellikini, bunu burun. Kendi bana ustazından kaçlık ecirsin degellikini çıkıp durdu. Menin kocağa tavsiyelerim Farida. Rahmat. Xo'sh, unda qolsa Zoir Shah ustoz. Ben nakşanlardan şunda huzurlandım. Keyif sürdüm de. Ama lekin bek peyzi itip edinler. Hocama birinci ketim meydanga çıraylık şiktal gülünü çıkartıptı. Nakşılarınlar bek peyzi. Ameliyatta şikkanlarını bu seliştirip kığısız nakşılar bir sanlardan qilishqisiz. Lekin naq maydonda chuqum bir sanlarni tavsiya qilish to'g'ri keladi bu yerda. Men Subinurni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz, rahmat. Odila Sidiq ustoz. Naqshanlarga rahmat. Shaxsan bu naqshni men esa qiyinlab aytaman, chunki ig'ir ma'naqshichu biza saviya talab qiladi ekan. Onun üstüge taza pişkanırak, iş çoğurak adamlar esa tıkım ayık yetküzüp etudi. Lekin bu sınırımız desem bula ha. Şunçilik pişkan nakçılardek orunda icra qilib berdinglar, rahmat sizlarga. Her işkilinlar bir-biringlarni qilishqisiz ekansizlar, lekin birisini tanlashga to'g'ri kelsa, yana shu naq maydondagi biz mishada turib anglayapmiz. Sizlarningki ijroinglarga asosan men Subinurni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz, rahmat. Xo'sh, unda qolsa bizning orzu yetakchimiz Paratcan ustoz qani. Aldı bilan ishkilarni tabriklayman. Bu ikkisi mashq jarayonida karomat e'totida bugun sal jiddiylashdi hozir. O'zimni his qildi. Farida bo'lsa milliy puraktiki naqshlarni nihoyatda voyaga yetkazib aytdi. Burundan pishgan bu naqshiga, ma naqshini chiq aytgan. Bir qadar ma naqshi pishiq. Keyin Subinur bo'lsa kasbiy tarbiyani ko'p olgan, kasbiy demdoq. O'zi qarmay o'mak tishlaydi Subinur. Subinurdimi azroq jiddiylashish bo'ldi. Lekin yaxshi bo'ldi mencha. Asosiyatda yaxshi sakning chiqqan hammamiz jiddiylashimiz. Mening tavsiyalarim bo'lsa men Faridani tavsiya qilay. Rahmat ustoz, rahmat. Hozir bilet soni Subinurning 3 bilet, Faridaning 2 bilet. Sizning tanlashingiz? Aldı bilan biz 20 kundek peylan qildik. Mush jarayonda birinchi bo'lib kelgan mush ikkisi. Farida bilan Subinur. Rahmat aytaman, pek jafo chekdi. Musobaqaning ehtiyoji bor. Mening bu yerda jiq gap qilib, bu deyishimning hojati yo'q. Biz keyingi maydonda musobaqalashmasak bo'lmaydi. Aning keyindan abay maydondan chiqqan vaqtda dedim, biz hozir maydonda beygiga tushmaymiz. Musobaqaning ismi beyga. Biz do'stlik musobaqasi olib boramiz. Aşağıda bir chiroyli bir naqshimizni yaxshi o'rinda bilib, tomoshabinlarning huzuriga, mush ustozlarning huzuriga bir sunsak degan umid chiqimiz dedim-ku. Shuningdek endi qanday qilamiz degan vaqtda biz davomliq bilmaymiz, hammamiz davomliq bilmaymiz. Bizning qadamimiz endi boshlandi. Menmi kichik, sizlarmi kichik, biz yosh o'ttir yoshga qadam qo'ymadik. Tangdirishimiz musobaqaning ehtiyoji uchun Jasur yigitlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Kamal Sodichaklik shirkati Kamal kiyim-kechaklari mahirlarga omad tilaydi. Adaş yaxşımı, yaxşı durma. Bek aldırıp menip qapsan qoy. Adaş baş keçti bir məsləhət cemaat degan adaş. Bu nem kiyish to'g'risa beshim qitib bardi adaş hozir. Unda olsa men sen o'zim yoqtirib kiyayotgan Kamalning kostyum burilkisini tavsiya qilay. Bo'ladimi adaş? Bo'ladi, bu nima qilmay qara yarışib ketganni. Ma kiyvog'ing shu ekanda? Shu. Qirlarini qara. Bo'ldi adaş. Men bir oshiqman. San'atning oshiqiman. O'rganishdan o'rgatishgacha, o'rganguvchidan yetakchi bo'lishgacha qalbim oshiqlikdan, qadimim izchillikdan yenib boqmadi. Bu yükselish jarayonida orzuimning Kamal topadiganini ishondim. Chunki men Kamalni o'zimga hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimlari yigitlik qaddi qomatingizni namoyon qilib,
mendek her bir arzu egisini kamalığı yetkizidi. Men Paridadan ig'ir kechirim so'rayman. Seminarni keyingi bosqichga ep manaman, lekin Parida bizning yonimizda davomli. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Hazır şu Çin yuragingizdan chiqayotgan bir hissiyotingizni birlikda bir anglab boqaylik. Aldı bilan mishada o'tirgan 5 ustozimizga va Farhod G'ani ustozimizga oliy ehtiromimni bildiraman. Hammanglarga rahmat, jafo chekdinglar. Bugungi musobaqadagi hissiyotim bo'lsa, haqiqatan jiddiylashish bo'ldi. Mashq jarayonidagidek ifoda yaxshi bo'lmadi. Lekin men yana ma'yuslanmadim. Ustozlar chuqum eng to'g'ri qarorni chiqadi deb o'ylayman. Jafo tatib, ajr singdirib, mashqlandirgan, illiqlikni, mehrni yetkazgan G'o'jimat Qurban ustozim bilan Farhod G'ani ustozimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga, jafo chekdinglar. Farida, sizga ko'p rahmat. Sizning aytgan naqshingizni bizmi shunchalik huzurlandik. Endi bu oxirlash emas, bu faqat boshlanish. Unda qolsa, ustozlar bilan bir ko'rishsangiz bo'ldi. Marhamat. Şu ah gece gökte tolan ay Sübətlik un mayları bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish mas'uliyatchalik shirkati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ishga turibdi-ku. O'xshashgina nima Başbarmaqning yong'oqmay ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib boqaylik, o'xshashmi emasmi? Men bir ochay bunisini. Mushuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. İşkilimiz öyge yapıp öydüklerini hoş kılıp etmeyelim ha? Anlayamsın. Güzel arzu hareketke aylanganda hemme kişi baş parmakını çıkarıdı. Hareketke kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan Başparmak dehqonchilik mahsulotları etiş mesuliyet şirketi naqşıladı kuylengen yaxşılarning baxt belgisi. Çıkarmaz yarni çoğun. Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı olan maylarımız bolsa, Nəbi bilan Vəli. Yaxşımısızlar ekran aldiki barcha aziz ko'rganlar. Men 7-qira Yipaklu sadasi G'o'jimat Qurban ustoz Kamal gruppasidan Vali Turg'un. Nabiy Abdug'aniydan sizlarga o'tliq salom. Birinchi bosqichdagi naqsha e'lon qilingandan keyin xalqimizning yaxshi olqishiga erishdi. Bu qitimqi ikkinchi aylanmada mening sahna hamroyim Vali Turg'un. Bizga bu qitim Go'har nomli naqshi bo'lindi. Quyosh güher, taş güher, gözümdeki yaş güher. Yalnız yaşamak birge, gahida sırdaş güher. Quyosh. Aya bağı məsələn işkilərini təng aytıb atısınızmı? Təng aytırğa vaxtda məsələn alıdığan şivan aldın tatıb, aşeksiyat pıraqını tatıb oxşaş bulsa kerak. Məsələn hazır Nəbi Quyosh güher, taş güher, gözümdeki yaş güher. Oda qalmasa sən deb asan mağı Vəli güher, qırmada qopal eləyirsən olmaydı. Bu yeni icadiyat bulup, ama şu hesapta bu naqsh icad qilinishdan burun, ama şu ikisininki avval uslubu tushilgan asosda ham kuchimizdan yetish tirishib ashunday qildik deb qarayman. Mashq jarayonida Nabi bilan Vali mo kuchining yetishicha shu naqshni yaxshi egalladi. Qolgan ifodasi musobaqada cho'qim yaxshi bo'ladi. Nabi bilan Vali mo chin yuragimizdan umidlarni, utuqlarni umid qilamiz. Bu bosqichda ustozimiz G'o'jimat Qurban ustoz, Farhod G'ani ustoz bizga ko'p yordamlarni qildi, ko'p ajrlarni singdirdi. Biz buningdan intayin xursand bo'ldik. Sahna hamroyim Vali Turg'unga chin ko'nglimdan omad tilayman, futuq tilayman. Bu munosabatda ustozlarga rahmat aytaman, ham shundaqla mening piki dishim Nabijonga zo'r omadlarni tilayman. Dudu sayda, sayda Tanımasam ne
payda Güher yatıdı sayda sayda Tanımasan ne payda Mervayettek terindin terindin Göher bop kalır payda Mervayettek terindin terindin Göher bop kalır payda Yaş göher, taş göher Közümdeki yaş göher Yalğız yaşamak birge Gahida sırdaş göher Yaş göher, taş göher Közümdeki yaş göher Yalğız yaşamak birge Gahida sırdaş göher Hedim derektürdün Güher önüp kalıdı Hedim derektürdün Güher ölüp kalıdı Tapalmısan vısal dep Köngül sunup kalıdı Tapalmısan vısal dep Köngül sunup kalıdı Köngül sunup kalıdı Özünü yuqatsan hayatında eğer sen Özünü tap burada Özünü bir gühersen Özünü yuqatsan hayatında eğer sen Özünü tap burada Özünü bir gühersen Yaş güher, taş güher Közümdeki yaş güher Yalğız yaşamak birge Gahida sırdaş güher Yaş güher, taş güher Közümdeki yaş güher Yalğız yaşamak birge Gahida sırdaş güher Gahida sırdaş güher Şunda lirik naqshini anglab o'tdik. Ikkalasi bir-birini qilishmaydi. Bu yoq Abdunabi, bu yoq Vali. Xo'sh, shunda qolsa, oldi bilan bizning Adila ustozdan bir tavsiyasini anglab boqaylik. Shunday chiroyli o'rindab badinglar. Bu naqshni tekstim bek yaxshiki, o'zing bir go'har deb sizlar bir go'har g'o'zadi. Shu Abdunabi men bek cho'nqir ta'sir qoldiribdi-ki. Sahnada tunji naqshini anglagan vaqtimda shunda talishib ketgandim. Afsus men kelmay qoldingiz. Mayli, men eslanmadim. Am do'stimiz sizni yana bir qitim tanlab, yana bir qitim bilet tashlab olay. Lekin Vali nomi ovoz tushishida chiroyli-ki. Bo'libmi xalq naqshlariga shunchaki tushidiki, endi sizlarningki naq maydon ijrolarga asosan bir bilet tashlash sababidan men Abdunabiga bir bilet tashlayman. Rahmat ustoz.
Xo'sh, Komiljon ustoz. Bu naqsha boshqalarga notanish bo'lishi mumkin, lekin menga tanish naqsha bu. Nimishqa desa, Chiqmagan tanish. Chiqmagan naqsha bo'lgan bilan biz bu naqshani bilamiz. Ustozimiz Muxtar Bug'ra tekstiga Xo'ja o'zi og'ini ishlagan. Asli bu naqshani aytmoqchi bo'lgan odam biz to'q asli. Shundaqo? Uni Xo'ja keng qusoqligidan bu chiroyli bir asarni sizlarga bilib, mana nihoyatda muvaffaqiyatli o'rindaldi menimcha. Shikillanning ifodasi shunda yaxshi. Farq yo'q. Bu yerda bana bu naqsh tunish bo'lganligi uchun men hozir bu biletni Nabiga tashlamoqchi. Rahmat ustoz. Rahmat. Xo'sh, Zoir Shoh ustoz. Naqshlarida huzurlandik. Yangi naqsh ekan bu. Ama yangi naqshini qisqa muddat ichida o'zlashtirib sahnaga chiqib, bo'pmi bundaq musobaqa shakllik maydonga chiqib, bunda o'rindimoq meningcha tez deb o'ylayman. Shaxsan menga nisbatan sal tezroq. Shunlashqa maydonda ikki odamdan biriga bilet tashlash fursatimiz bor ekan. Naq maydondagi ifodalarga asosan Abdunabiga bir biletimni tashlay. Rahmat ustoz, rahmat. Xulo tursin ustoz, sizdan tavsiyangiz. Bu shikaylarning abay degandek pek cho'ng farq yo'q. Ama hozir degandek Nabi degan og'aynimiz degan nisbatan Validan yaxshiroq aytdi, lekin men biletni Valiga tashlashni o'ylashdim. Rahmat ustoz, rahmat. Arzu yetakchimiz Farhod ustozning tavsiyasini olayım. Nima deymiz? Bektas ishkim bu. Nabi olsa nayiti aqlliq naqshchi bu. Ovozi nayiti turaqliq. Ovozi naqd deseydigan nayiti katta naqshchi. Bugun yaxshi aytdi Nabi. Keyindan Veligan deb qo'ydim men mashqda. Bu o'zi Kiriyadan Turpanda klubda naqsh etirganda. Bu balningmi ovozi tuvan o'ttir ovoz tusiga egichu. Tuvan taraflar nayit yaxshi. Avji kelganda sal nima bo'ldi uni ufmudim. Kichikgina bir yer qilib qoldi, lekin men Veliganning odamgarchiligiga bek qoyil bo'ldim-chu, mashq jarayoni bo'lsin, kishilar bilan tutgan muomalasi bo'lsin, nayit yaxshi. Men Veligandan suyundim. Nabimi yaxshi etdi. Men madad bo'lish uchun Veliganga bir bilet tashlasam. Rahmat ustoz, rahmat. Xo'sh, Abdunabi, Veli, yaxshi kelsanlar. Endi eng oxir tanlash yana o'xshashlar. Sizga qarashli qoldik. Hojimat Qurbon ustoz, hozir bilet soni 2, ya'ni Abdunabining 3, Velining 2. Abdunabi bilan Veli bizning guruhimizdagi eng tayinlik bolalarning biri. Nimishqa degan vaqtda Muxtar Bug'ra ustozning tekstiga ishlangan tek chiqmagan eng chiroyli naqshini o'zining qivaldi bular. Shu munosabatda shu ikki inimga vakolatan Muxtar Bug'ra ustozga rahmat aytaman. Chunki bu naqshini meningki shundaqla Komiljon akamning o'rindishiga yezib bergan. Biz mana ayna deb bizga fursat bo'lmabdi ekan. Sizlar aytmoqchi bo'lgan naqshga aslan shu naqshga ega bo'lganliklaringizni bir tabriklayman. Aning keyindan bu ikkilisininkki mashq jarayonida vaqtida keladi, mashqni shundaq samimiy holatda qiladi. Har qanday ish bo'lsa bizga deydi, maslahatlashalaydi. Hattoki Nabiy mashqda naqshini aytsa, Vali qilib puraqab kelsa, bo'ldi, unda qilma, bo'ldi, unda nima ishing bo'lsa saniga chiqib qilmayad, adam qo'qatma deb qo'ygan bir yer bordi. Samimiy. Samimiy. Bugun yaxshi bo'ldi. Har ikkalisining o'rinishi yaxshi bo'ldi. Nimishqa naqshi yangi. Mendan boshqa, Komilkamdan boshqa mushadiki Farhod uchimiz boshqa hech kim anglab baxmagan bu naqshini. Biz ba'zi bir eksiyatlarni tushuna olamiz, lekin boshqa ustozlarga nisbatan va yoki mush anglovchilarga nisbatan bu naqsh bek yangi. Lekin hozir bularning o'rindishi mencha ajoyib yaxshi bo'ldi deyman. Endi hozir menga berilgan huquq mushikki balaninki birini ep qilish, keyingi musobaqani qayda ep menish masalasi shundami? Meni bek qijnivetdi. Tanlash rost tez, lekin eng oxir tanlashingizni cho'qim demisangiz olmaydi. Amal yo'q. Undaq bo'lsa meningki eng oxirgi tanlashim bo'lsa
Güzellikni söygücü xanım qızlarının eng aldın tanlaşı bulup kelip atkan Ramlidar markasidagi ishonchli kirim buyumlari orqali hammamizning yoqtirib ishiltishiga muyassar bo'lgan Şinjan Ramlidar xalqaro savdo cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Nimdan müzik proketiniz nima ettir işlettiniz? Ben ettir işletmedim. Yakınımı şu Ramlidar meslatlarının beden suyuqluğunu işletkendim. Bek yaxşıke. Ştamar. Kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Go'zallikda yuksalish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men go'zallik yo'lida keskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlidar. Abdünebi. Mübarek olsun. Evet, en ahırda Sinan Jürek sözünüzü anlayımızda bizden bir berlengen basınız. Aldı bilen biz üçün caba çekкен ustazımız Hucumat Qurban ustazga, Paratgani ustazga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Caba çektenler rahmat. Endi musobaqada uturuş bo'lib turdi. Mayli hechqisi yo'q. Men yana davomli tirishib izchillikni saqlagan asosda davomli ustozlarga yaqin turib tirishima. Oxirida deydiganim mening jafokash ota-onamga ekran yuz orqali chin dilimdan rahmat aytaman. Rahmat. Sizga ko'p rahmat. Bundan keyingi san'at musobaqamizning texnik ravon, texnik ta'rifini chin ko'nglimizda umid qilamiz. Ustozlardan ko'rsangiz bo'ldi. Taş güher, gözümdeki yaş güher. Yalğız yaşamak birge, gahida sırdaş güher. Tang seher gözümni açsam alkınımda süzük şebnemme pervasızla yüzümde yumsam tuyuksuzla xəstə adəm mən xəstə adəm mən qızığın mən özümdün söygü tamam közümdün kızım ben özümdün söygü tamam közümdün Gülüşümni birdem to'xtatsan qandaq oqsun to'murumda qon qandaq oqsun to'murumda qon gülüşümni birdem to'xtatsan muhabbetim ölüydü şu an muhabbetim ölüydü şu an kızığın ben özümdün söygü tamam közümdün
Kalbimnin sırtığa çıkma Kızgınım en hatta üzümdün Gözlerimdin yaş görüp kalsan Lava aksun menin gözümdün Gözlerimdin yaş görüp kalsan Lava aksun menin gözümdün Lava aksun menin gözümdün Kızgınıman özümdün Söygü tamar gözümdün Kızgınıman özümdün Söygü tamar gözümdün Beşinci derecege erişken mahirni Şinjan Ramlidar Halkara Sodiceklik şirketi 3000 yuan kıymetideki dutlar bilen mukapatlaydı. 4. derecege erişken mahirni Şinjan Başparmak dehqançılık mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirketi 5000 yuan kıymetideki gitar bilen mukapatlaydı. 3. derecege erişken mahirni Şinjan Kamal Sodiceklik şirketi 10 000 yuan kıymetideki mikrofon bilen mukapatlaydı. 2. derecege erişken mahirni Şinjan Miras şirketi 15 000 yuan kıymetideki elektronluk royal bilen mukapatlaydı. 1. derecege erişken mahirni Şinjan Wojon Sodiceklik şirketi 20 000 yuan kıymetideki elektronluk royal bilen mukapatlaydı. Yipek yolu sadası, söygünün yok çeyresi. Kuş avazda seynası, yipek yolu sadası. Yipek yolu sadası, söygünün yok çeyresi. Kuş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Kadın ipek yolida jaranglaydı kongura Kitek yanri dalağa Küy nakşimiz bekira Gümüş tağlar çok iyisi Nur kaytıdı yürekke Küç birdi nakşimiz tümelligen çiçekke Kuş verdi nakşimiz tümelligen çiçekke İpek yolu sadası, söygünün yok çigrası Hoş avazla seynası